Assalomu alaykum aziz do'stlar, navbatdagi berilganlar tahlil qilish kursimizga xush kelibsiz. Demak, biz kurslarimizda ba'zi bir Pythonning modellashtirish kutubxonalarini o'rganayotgan edik. O'shalardan biri demak stats models degani bor. Demak, navbatdagi demak kutubxonamiz mana shu model bo'ladi yoki mana shu kutubxona bo'ladi. Endi kutubxonalar Pythonda ko'p. Hozirgi mana bu stats models degan kutubxonaning asosiy maqsadi shu klassik statistik tahlillarni qilish yoki klassik modellashtirish bo'ladi. Klassik statistikal modellashtirish bo'ladi. Ularning ichida statistik testlar o'tkazishimiz mumkin, masalan, har xil t-test degan tushuncha bor va hokazo. Keyin datalarni exploration qilishimiz mumkin, ya'ni dataning ichida nima bor? O'sha berilganlar qanday demak bir-biri bilan tashkil topgan, covariance qanday, va hokazo shularni tashkillashtirishimiz mumkin. Demak hisoblashimiz mumkin va vizualizatsiya qilishimiz mumkin. Va ba'zi bir demak klassik demak modellar bor. Buni aytdik. Demak juda kamdan kam ishlaydi, lekin Bayesian metodlar yoki machine learningning demak hozirgi metodlari boshqa demak kutubxonalarda topiladi. Endi keling, mana shu kutubxonada qanday demak modellar bor. O'shani ozroq demak o'taylik. Biz bu yerda o'zi monoganda bunga kirish qilyapmiz. Shuning uchun kirish qilganimiz uchun buni stats modelsda demak to'liq qoplab ololmaymiz. Shuning uchun nimalar bor, o'zi nimalar qilsak bo'ladi, umumiy holda aytamiz va qismat ko'ramiz. Birinchi, chiziqli modellar qurishimiz mumkin. Ikkinchisi demak umumlashtirilgan chiziqli modellar qurishimiz mumkin va demak robust linear modellar qurishimiz mumkin. Bu statistika bo'lgani uchun statistikada mana shu asosan chiziqli modellar demak juda chuqur o'rganiladi. Lekin mashinal o'rganish, deep learninglarda odatda chiziqli modellar deyarli ishlatilmaydi, faqat nochiziqli modellar ishlatiladi. Xo'p, linear fixed effects modellar ishlatiladi. Demak, mana bu ba'zi bir narsalarni demak mix qilganda, ya'ni aralashtirgan holda modellar qilish mumkin. Undan tashqari ANOVA degan tushuncha bor, ya'ni analysis of a variance. Demak, variance demak variablelar o'rtasida, ya'ni variable degani qiymatlar yoki o'zgaruvchilar o'rtasida, demak o'zgaruvchilarning o'rtasidagi farqni demak tahlil qiladi. Mana shuni ANOVA deymiz. Undan tashqari time vaqtli qatorlarni dastlabki ishlov bersak bo'ladi vaqtli qatorlarga. Va undan tashqari state space modellar bor. State space modellar degani bu bironta holat o'sha narsani fazo sifatida qaraydi. Mana shuni modellashtiradi. Mana shuning ustiga asosan modellashtiradi. Hozirgi kunda state space modellar ham demak o'sha nimayda demak katta language modellarda yoki katta til modellarida, masalan ChatGPT'larda o'shalarga o'xshagan modellarga nisbatan qurishyapti. Eng oxirgi eshitganimiz o'sha bitta bir nechta shu mutaxassislar aynan state space modellarni qanday qilib tekst generatsiya qilish uchun demak ishlashayotganida, demak Mambo degan model bor. O'sha model ba'zi bir holatlarda o'sha ChatGPT shunga o'xshagan kuchli modellardan o'tadi, lekin juda ko'p murakkab qilishgan. U yerda nochiziqli, biz menimcha bu yerda chiziqli stat space modellarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va momentlar bor. Umumlashtirilgan metod of moments, ya'ni momentlarning umumlashtirilgan metodi bor. Mana shularni ko'rish mumkin. Endi bularni ko'pchilik tushunmasligi mumkin nima ekanligini. Biz ham bu yerda demak soddoroq tushuntirishga harakat qilamiz. Chuqur demak kirmaymiz. Sababi bizning vazifamiz bu narsani demak qisqacharoq aytish, lekin o'sha sun'iy intellektga kirish yoki sun'iy intellekt degan kursimiz bor. O'shaning ichiga hozir yozyapmiz. Bu qismlarni ham demak bu qismlarni ham chiroyli qilib ichiga kiritib tushuntirishga harakat qilamiz. Hop, o'rnatishimiz uchun nima qilamiz? Conda install stats models degan kutubxonani o'rnatamiz. Demak, buning uchun biz har doimgidek pip install stats models deymiz. Demak, mana shu bizga o'rnatib beradi. Bu yerda conda qilishimiz uchun albatta bu yoqqa o'tib o'sha yerda qilishimiz kerak. Menimcha stats models oldindan bor edi, shuning uchun demak hech qanday requirement bajarilmadi. Endi keyin qiladigan ishimiz estimating linear models. Hop, chiziqli modellar nima? Mana shu narsani hozir tushuntiraman. Chiziqli modellar bu odatda regressiya masalasi uchun ishlatiladi. Umuman olganda juda ko'p masala regressiya masalasi sifatida qaraladi. Klassifikatsiya masalasini ham regressiya masalasi sifatida qaraymiz. Asosiysi bitta chiziqli model bo'ladi. O'sha chiziqli model qanday qilib berilganlarga moslashadi. Demak, chiziqli modelda qanday parametrlar bo'ladi? Shunday parametrlar topishingiz kerak. O'sha parametrlar modelga moslashishi kerak bo'ladi. Endi hozir mana shu narsani men bitta chizma sifatida
ko'ramiz. Masalan, linear model fitting deymiz. Menimcha o'sha narsani internetdan ko'rganimiz ma'qulroq, rasmlardan yaxshiroq tushunamiz. Mana bu yerda o'shalardan demak juda ko'p rasm bor. Masalan, mana bu nuqtalar berilganlar bo'lsa, demak bu yog'i kiruvchi, bu yog'i chiquvchi. Bitta qiymat berilgan. Demak, mana bu x'lar desangiz, mana bu y'lar. Mana bu x'lar bilan y'lar bir-biriga qanday bog'liq? O'shani modelni qurishimiz kerak. Bizga faqat qiymatlar berilgan. Demak, o'zgarmas, demak, diskret qiymatlar berilgan. Endi biz o'shanini demak uzluksiz funksiya bilan tasvirlashimiz kerak. Mana bu narsani demak to'lig'icha nima deymiz? Qaysi ma'noda chiziqli model deymiz. Endi eng sodda holatda nima deb tushunishimiz mumkin mana shu narsani? Yana bir agar misol sifatida ko'radigan bo'lsangiz, mana bu tomonini insonning yoshi deylik. Mana bu tomonini. Men qisqasi insonning yoshi bilan insonning vaznini solishtirmoqchiman yoki insonning yoshini aytsa kimdir, mening yoshim shuncha desa, mening uning vaznini aytmoqchiman. Yoki yanada demak umumiyroq, soddaroq holati, agar biron kishi bo'yining uzunligini aytsa, men o'sha odamning bo'yining uzunligiga qarab uning demak vaznini qanchaligini aytishim kerak, taxminan aytishim kerak. Mana shunday modellarni qurishimiz mumkin. Mana bu yerda kiruvchi sifatida o'sha insonning bo'yi turadi. Bo'yi masalan 1.8 metr bo'lsa, demak uning og'irligi falon kilo deb aytishingiz mumkin. Mana bu tomon o'sha narsani bildiradi. Endi bizda bitta demak jamoaning o'shanday demak to'plami bor. Masalan, bir 200 kishi yoki 300 kishining demak yoshi, bo'yi berilgan va yoshi berilgan. Demak vazni berilgan. Bo'yini mana bu qatorga qo'yamiz. Mana bu demak x o'qqa qo'yamiz. Demak bo'yini esa, demak vaznini esa mana bu yerdan topamiz. Demak mana bu yerda x o'qida insonning bo'yining o'lchami turadi. Masalan 1.8, 1.6, 1.5. Mana bu y o'qida esa insonning demak vazni turadi. Xo'p, endi o'shanda 100 ta odamning demak qiymatlarini qo'ysak, masalan mana bu yerda bitta odamning bo'yi, uning og'irligi shuncha. Mana bu nuqta paydo bo'ladi. Yana bitta insonning bo'yi, uning og'irligi mana buncha. Mana bu yerda yana bitta nuqta paydo bo'ladi. Va shu holatda mana bu yerda nuqtalar bo'ladi. 100 ta nuqtani shunday qo'yib chiqamiz. Endi bu narsalar o'sha jamoadagi odamlarning qiymatlari. Endi o'sha jamoadan bitta odam, demak tasavvur qiling, vazni yo'q. Vaznini bilmadik, lekin bo'yining uzunligini bilamiz. O'sha bo'yining uzunligini bilgan holda o'sha odamning vazni qancha, o'shani topishimiz kerak. O'sha payt biz chiziqli model ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda o'shani chiziqli model bilan demak modellashtiryapmiz jarayonni. Mana bu chiziqli model. Masalan, mana shunday bo'y o'sgan sarin odamning og'irligi ham oshib ketaveradi deb tasavvur qilsangiz, mana shunday chiziq bo'ladi. Endi mana bu chiziqli model xatolik bilan ishlaydi, hech qachon to'g'ri aytmaydi. Mana shunday ko'rinishda chiziqli model qurish mumkin. Xo'p, bunga o'xshagan misollar juda ko'p. Bizga mana shu modelni qurib berishda mana shu kutubxona demak stat models yordam beradi. Xo'p, stat modelsni import qilishimiz uchun bizga quyidagi narsa kerak. Xo'p, nusxalamiz, qo'yamiz. Import stats models API deymiz, SM deymiz. Yana xuddi shunday yozamiz, formula deymiz, API deymiz. Nima uchun? Sababi mana formulalar nimadan chiqadi. Xo'p, bu yerda API deyapti. Bu kutubxona menimcha Pythonning o'zida asli yozilmagan, boshqa kutubxona sifatida yozilgan. Endi Pythonda shuni chaqirib ishlatyapmiz. Buni yaxshi bo'ladi agar mana bu yerga qo'yib qo'ysak. O'shanda bitta demak hujayrada hamma narsani qilamiz. Endi undan keyin qiladigan ishimiz, natijalarimiz har doim bir xil chiqishi uchun random generatsiya qiladigan, ya'ni tasodifiy sonni generatsiya qiladigan modulimizni o'zgarmas qilib qo'yamiz. Demak, mana bu RNG bu generatsiya qilib beradi. Hop, random default RNG deb demak CD ga mana shunday son qo'yamiz. Bu yerda ixtiyoriy son qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar mana shu sonni qo'ysangiz 1 2 3 4 5 ni biz qilgan ish bilan sizni qilgan ishingiz bir xil chiqishi kerak. Mana shu narsani qo'yamiz. Endi undan keyin norm degan, denorm degan funksiya bor. Denorm nima qilib beradi? Hop, bironta vazn bo'lsa, o'rtacha va uning variansi bo'lsa, o'rtacha qiymat va varians bo'lsa, o'sha o'rtacha qiymat va variansga qarab bizga nima generatsiya qilib beradi? Normal distribution generatsiya qilib beradi. Xo'p, normal distribution generatsiya qilish uchun mana bu narsani ko'rishimiz kerak. Is instance, mana bu size intrudami? Biz bu narsaning umuman olganda ahamiyati yo'q. Narsani qo'yish shart emas. Mana bu mean qo'yamiz. Undan keyin sqrt variance.
Variance'da har doim ildiz ostiga olsak standard deviationni beradi. Keyin mana bu generatorimizdan, demak, tasodifiy son generatsiya qiladiganimizdan normal sonni generatsiya qilamiz. Mana shuncha. Size, masalan, size'da 10 ta bo'lsa 10 ta, 20 ta bo'lsa 20 ta. Uni mana bu standard deviationga ko'paytirsak, bizga mana buni demak baholab beradi. Undan keyin o'rtachani qo'shsak, keyin ozroq surib beradi. Mana shu holatda biz mana shunday sonlardan 100 tani generatsiya qilamiz. Demak, bizda bitta emas, bitta, ikkita, uchta, demak, o'shanday demak o'zgaruvchi bor. Birinchi o'zgaruvchimizning demak o'rtachasi 0, ikkinchisining ham 0, uchinchisinin ham 0. Birinchisining demak variansi demak farqlanishi 0.4, ikkinchisi 0.6, keyingisi 0.2. Mana shunday ko'rinishda hosil qilamiz. Keyin mana denorum bu yerda shovqin hisoblanadi. Hozirroq shovqin kiritamiz. Sababi demak shovqin kiritmasak modelda xatolik bo'lishi mumkin. Har doim modeldagi qiymatlar demak nimaga mos tushmaydi hayotga. Shuning uchun hayotda biz to'liq hamma odamning qiymatini olmayapmiz. Ma'lum bir qismdagi odamnikini olyapmiz. U yerda shovqin bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ozroq kichkinagina shovqin qilyapmiz. Odatda shovqinning demak variansi demak farqlanishi juda kichkina bo'ladi. Mana qarang 0.1 qo'ygan, hammasining variansi katta. Endi beta qo'yapmiz 0.1, 0.3, 0.5. Bu shunchaki modelning parametrlari. Bu qanday model desa, model mana shunday narsa bo'ladi. Masalan, f degan funksiya bo'ladi. F degan funksiyada w parametrlar, bu yerda beta deyapti. Mana beta parametrlar bo'ladi. Yozaylik, beta parametrlar va qandaydir x qiymat bo'ladi. Endi bu yerda bizda x qiymatimiz 3 ta qiymatdan tashkil topgan. x1, x2, x3. Xo'p, endi u qanday hisoblanadi? Demak, x1 ko'paytirilgan beta 1 plus x2 ko'paytirilgan beta 2 plus x3 ko'paytirilgan beta 3 plus beta 0 degan narsa ham bor. Endi bu yerda beta 0 ni qo'ymagan, beta 0 yo'q. Faqat o'sha ikkitasi bilan hosil qilgan. Bu yerda parametr sifatida olgan, bs degan narsani olmagan. Bs sifati mana bu EPS ning o'zini shunchaki shovqin sifatida olgan. Mana shunday ko'rinishda. Mana formulani agar biz ko'radigan bo'lsangiz, mana shunday narsa bo'ladi. Demak, b bilan x kelar, ikkovi vektor, ikkovini mana shunaqa ko'paytiradi. Mana bu yerda mana bu beta 1, beta 2, beta 3 lar hammasi uchun bitta. Mana bu 3 ta son hammasi uchun bitta. Mana shunday ko'rinishda y ni hosil qilishimiz mumkin. Hozir y ni hosil qilsak, mana bu yerda tasodifiy mana bu sonlarga nisbatan bitta son chiqadi xolos. Demak, y ni ko'rsangiz, bitta shunchaki numpay. Hop, type error deyapti. Generate standard argument must be in an iterable. Mana bu yerda nimagadir size'ga yulduzcha qo'yibman, shunisi noto'g'ri, sababi iterable narsa qo'ygani yo'q. Balki oldin shunday bo'lgandir mana. Mana shunday qiymatlar. Hop. Asosiy mana funksiyaning maqsadi mana shu. Bu yerda y da bir nechta qiymat bo'lgani uchun bitta emas, bir nechta qiymatga alohida chiqaryapti. Shuning uchun mana bu dot degan funksiyadan foydalanyapmiz. Bizda dot nima qiladi? Matrisani mana bu vektorga ko'paytirib beradi. O'shanda matrisaning har bir qatori, mana bu matrisamizda hozir 100 ga, demak 3 bor. Har bir qatorini mana bunga ko'paytirib bitta son sifatida chiqaradi. Masalan, keling, o'sha matrisaning 0-chisini ko'rsatayin. Mana narsa. Mana bu narsa bu sonni bunga ko'paytiradi. Mana buni bunga ko'paytiradi. Buni bunga ko'paytiradi. Mana shunday ko'rinishda turibdi hozir. Mana bu funksiyamiz o'sha narsani bildiryapti. Bu sonni bunga ko'paytiradi, buni bunga, buni bunga. Mana shu funksiyamiz shu narsani bildiradi. Endi oxirida mana bu yerda epsi bor. Buni shovqin deyapmiz. Epsilon deymiz. Bu shovqin. Epsilonni qo'shyapmiz. Hozir shovqinni qo'shyapmiz. Bu shovqin har bir obyektga alohida shovqin kiritilgan. Endi mana shu orqali shovqin orqali bitta qiymat chiqyapti. Demak, mana bu yerda o'sha mana bu x ga mos beta 1, beta 2 lan qiymati y mana bunday. Y 0 deylik. Shunda to'g'ri bo'ladi. Shunday qiymat chiqyapti. Shu demak, mana bu funksiyaning natijasi. Xo'p. Endi bizda asosiy vazifamiz mana y ni topdik. Mana bu yerda shovqin bor. Endi mana bu y ga haqiqiy y deyiladi. Haqiqiy y deyiladi. Endi biz shunday betalar topishimiz kerak. Bu optimal beta bo'lish kerak. Natijada mana bu y ni taxminan baholab berish kerak. Mana shunday funksiya qurishimiz kerak. Mana bu yerda betalar bu haqiqiy berilgan betalar. Biz shunchaki demak o'zimiz uchun bitta to'plam generatsiya qo'yamiz. Sizga tushuntirish uchun.
Aslida bu narsa mana bu y berilgan bo'ladi, mana bu betda berilgan bo'lmaydi. Biz shunchaki y ni mana bu betdan hosil qilyapmiz. Endi biz mana bu betdan noma'lum deb tasavvur qilamizda, o'sha betdan topishimiz kerak bo'ladi. Hayotda shunday bo'ladi. Mana bu bettalar berilgan bo'lmaydi, y'lar o'zi oldindan mavjud bo'ladi. Y'lar bilan x'lar bo'ladi. Ya'ni x masalan nima? Mana bu insonning birinchi, demak, o'zgaruvchi insonning bo'yi bo'lsa, ikkinchisi yoshi bo'lsa, uchinchisi yana bitta, demak, masalan belining aylanasiga uzunligi bo'lsa, demak mana bu og'irligi y. Tushunarli? Demak, bitta insonning bo'yini bilamiz, demak yoshini bilamiz, bo'yini bilamiz, yoshini bilamiz, keyin demak belining aylanasiga uzunligini bilamiz. Keyin uning yoshini aniqlashimiz uchun mana bu y bilan aniqlaymiz. Va y demak o'shanday, demak odamlardan bizga masalan 100 tasi oldindan berilgan deb tasavvur qilamiz. Endi biz shunday model qurishimiz kerak. Agar bironta odam kelsa, uning bo'yini, demak yoshini hamda belining uzunligini bilsak, biz aytgandek, belining uzunligini bilsak, o'shanda o'sha odamning og'irligi qancha o'shani topishimiz kerak boyagi 100 ta obyektga qarab. Mana shu narsa regressiya masalasi deyiladi. Hozir o'sha yerda bettalarni topish uchun biz tayyor funksiyadan foydalanamiz. Mana bu yerda bettalar topishda o'ziga yarasha usullar bor. Biz kichik kvadratlar usuli bor, o'shandan foydalanamiz. Lekin buni bizga modelda o'zi qurib beradi. Bizga o'zimiz qurishimiz shart emas aslida. Demak, shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, endi quyidagi narsani qilamiz. Model deymiz. Modelga to'g'ri nima qilishimiz uchun mana x model deymiz. SM ga add constant deymiz. Bu o'zgarmas. Nima uchun? Mana bu o'zgarmaydi bu qiymat. Bu qiymat har doim bor bizda. Shuning uchun buni constant deb constant sifatida qo'yib bundan natija chiqarib qo'yamiz. Xo'p, endi bundan shunday qiymatdan olsangiz, masalan, x model ikkita desangiz, ikkitadan qiymat olasiz mana. Birinchi obyekt qiymati, ikkinchi obyekt qiymati. Faqat bitta e'tibor qiling. Mana bu yerda x ni o'zi, keling x ni o'zini ham chopib qo'ying, boshida ikkitasini, ikkitasi. X ning o'ziga qarasangiz, mana bunday qiymatlar turibdi. Mana bu to'g'ri, bu bilan mos keladi. Bu bilan bu mos keladi. Bu bilan bu mos keladi, to'g'ri. Lekin mana bir qayerdan kelyapti? Bu bir intercept deyiladi. Alohida mana bu beta parametrlarni 3 ta emas, 4 ta olish uchun qilinadi. O'zi beta parametr alohida yana bitta bo'ladi. Biz bu yerda ko'rsatmadik, uni bias yoki tarafkash ifoda deyiladi. Yoki tarafkash atama deyiladi. O'sha narsani demak hosil qilish uchun mana bu yerga 1 qo'yapti. Ya'ni 1 ga ixtiyoriy sonni ko'paytirsa, hech qanday narsa o'zgarmaydi. Ya'ni mana bu funksiya nima bo'ladi oxir oqibatda? Mana bu yerda epsilon bo'lmaydi aslida. Qo'shilgan deydi, 1 ko'paytirilgan beta yoki 0 deyiladi. Beta 0. Buni endi biz boshiga olib qo'ysak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi mana bu formulaga, umumiy holatga to'g'ri keladi. Shunday. Bu yerda endi ikkita qator, bitta bo'sh joy tashlamasak, demak, alohida qatorga yozib bermaydi buni. Tushunarli? Mana bunday funksiya tasvirlayapmiz. Shuning uchun mana bu yerga x modelga oldingi x ning o'zi emas, oldiga bitta ustun qo'shib, o'sha yerga masalan 1 bilan to'ldirib chiqyapti. O'sha yerda mana beta 1 degan qiymatni to'g'ridan to'g'ri ko'paytirib ketadi, bitta matrisani ko'paytma sifatida tasvirlash uchun. Mana bunday qilib alohida mana bu yerda parametr sifatida olib ketadi mana buni. Shunday ko'rinishda tasvirlanadi. Endi Xo'p, modelni o'rgatishimiz uchun qanday o'rgatamiz? Bu kichik kvadratlar usuli deyiladi. Kichik kvadratlar usuli nima? Kichik kvadratlar usuli aytadi. Xo'p dedi, sen dedi, mana bu f ni keling, had deb qo'yaylik, had. Sababi had deyishdan maqsad bu taxminiyda. Mana bu haqiqiy y, f funksiya. Mana bu taxminiy funksiya, biz qurayotgan funksiya. Mana buni biz bu bilan baholamoqchimiz. Mana bu beta 1, beta 2, beta 3lar biz uchun noma'lum. Mana bu yerda shuncha generatsiya qilib olish uchun biz beta 1, beta 2, beta 3 ni qo'ydik, lekin asli berilmaydi. Yuqorida aytdik. Endi mana bu beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 ni topishimiz kerak. Endi mana bu haqiqiy, mana bu demak, mana bu haqiqiy, mana bu taxminiy bo'lsa, keling, xatolik qanday bo'lishi mumkin? Shuni baholaylik. Keling, mana buni shuni nusxalaylik ikkovidan. Va yuqoriga qo'yaylik, sababi yozmoqchimiz nima narsa. Oldik. Endi xatolikni baholashimiz uchun keling, masalan bitta obyekt berilgan ixtiyoriy. F deymiz. F beta, o'sha beta har doim bo'laveradi. Bu optimal beta bo'ladi, haqiqiy beta. Mana bunga ham keling betaga had qilib qo'yaylik. Had yoki had. Hop, hadimiz saligini ko'p yozishimiz to'g'ri keladi, shunday ko'rishdi. Sababi bu beta aniq emas. Mana bu beta aniq. Mana bu x lar o'zgarmaydi.
Demak, betda bu haqiqiy betda x bironta obyekt olsak, masalan, x1 ni olsak yoki xi ni olsak umumiy holatda, undan mana bu haqiqiy qiymat bo'ladi xi uchun. Masalan, x ga 1 qo'ysak, u holda birinchi obyekt uchun haqiqiy qiymat bo'ladi. Agar 2 qo'ysak, ikkinchi obyekt uchun haqiqiy qiymat bo'ladi. Tasavvur qiling, bu funksiya yo'q aslida, lekin mana shunday deb tasavvur qilyapman men. Endi o'shandan ayrsam, if had demak, had yana beta demak, virgul xi ni ayrsam, bu nima? Bu demak, mana bu haqiqiy qiymat bilan demak taxminiy biz funksiyamiz qarayotgan qiymatimiz o'rtasida farq. Mana shu farq. Mana bu xatolik deyiladi. Endi agar ikkovini joyini almashtirsam, haqiqiy bilan demak f ning o'rtasidagi joyni almashtirsam manfiy bo'lib qolishi mumkin yoki musbat bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni mana bu ifoda ba'zi bir payt manfiy bo'ladi, ba'zi bir payt musbat bo'ladi. Endi o'sha narsani ba'zi bir payt manfiy, ba'zi bir payt musbatligini kechishimiz uchun uni mana bunday kvadratga ko'tarib olamiz. Kvadratga. O'shanda har doim musbat qiymat chiqadi. Ikkovining ayirmasi haqiqiy qiymat bilan demak taxminiy qiymat ayirmasi musbat chiqadi. Endi buni ham ifodalashingiz mumkin aslida. Qanday qilib? Mana bu y f berilmagan bilan, mana bu f haqiqiy funksiya berilmagan bilan, lekin bizga y berilgan. Har bir obyekt uchun y bor. Ya'ni vazn bor. Har bir obyekt uchun vazn bo'lgani uchun buni siz to'g'ridan to'g'ri biz y deb aytib ketishimiz mumkin. Sababi vaznlar berilyapti bizga. Mana bu demak boshida birinchisi, keling yozib qo'yaylik. Birinchisi bo'yi, ikkinchisi demak yoshi, uchinchisi demak yelkasining kengligi deb qo'ysak ham bo'ladi. Yelkasining kengligi. Yelkasining kengligi desak bo'ladi. Demak, noto'g'ri qo'ydik-a? Yelkasining kengligi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yelkasining kengligi. Endi mana bu nima bo'ladi? Vazni bo'ladi. Biz uchovi orqali ixtiyoriy odamning vaznini topmoqchimiz. Masalamiz shu. Demak, mana bular berilgan deb tasavvur qilamiz f joyida. Endi bu bitta obyekt uchun bo'lyapti mana bu narsa. Bu ifoda bitta obyekt uchun bo'lyapti. Endi shu ifodani bitta obyekt emas, bir nechta obyekt uchun qilishimiz kerak. Bizda masalan n obyekt bo'ladigan bo'lsa, n obyekt uchun shu narsani qilishimiz kerak. Bu hozir kodlar kerak emas. Xo'p, buni qilishimiz uchun mana bu bitta obyekt uchun bo'lganini oddiy qilib bitta qandaydir L degan o'zgaruvchi bilan belgilaymiz. Buni LE deymiz. Va u nimaga teng bo'ladi? LE ning o'zi bo'lib turaversa, mana shunday ko'rinishda bo'lsin deb tasavvur qilamiz. Mana bu ikkovining ayirmasi LE ga teng deb ataymiz. Va o'sha narsani bir nechta obyektlar bo'lish uchun, masalan, birinchi obyektda funksiyamiz ozroq xato qilyapti. Masalan, 0.3 xato qilyapti. Keyingisida 1 kilo xato qilyapti. Keyingisida 3 kilo xato qilyapti. Keyingisida 5 kilo xato qilyapti. O'shanday hamma obyektlarda o'rtasida xatolar bor. Endi o'sha xatolarni baholashimiz uchun biz aytamiz, frakt deymiz, 1 deymiz, 1 taqsim deymiz. Demak, n deymiz. N obyektimiz bo'lsa, har bir n obyektni qo'yib chiqamiz va sum deymiz. Sum deymiz. Teng 1 dan demak n gacha deymiz. L E deymiz. Mana shunday ko'rinishda. Bu nima qiladi? Bu haqiqiy to'liq xatolikni beradi. Buni ham katta L bilan belgilab qo'yamiz. Shunchaki katta L deb o'zi bo'ladi. Bu to'liq xatolikni beradi. Sizda n obyekt bo'lsa, hamma obyektlar o'rtasida xatoliklar yig'ib bitta xatolik sifatida tasvirlaydi. Endi biz mana bu yerda kvadratlarga ko'tardik. To'g'rimi? Har bir xatolikning o'zini olmasdan turib, uni kvadratga ko'tardik. Sababi xatolik manfiy bo'lmaslik kerak dedik. Sababi nimalar o'zgarsa, ba'zi bir payt manfiy, ba'zi bir payt musbat bo'ladi. Haqiqiy nima farqni olishimiz kerak dedik. Masalan, xatolik manfiy bo'ladi, ba'zi payt musbat bo'ladi. Lekin bizga haqiqiy farq kerak. O'shaning uchun kvadratga ko'tardik. Endi mana uni to'g'rilab qo'yishimiz uchun, o'sha kvadratni to'g'rilab qo'yishimiz uchun mana bu yerga aytamiz, ildiz ostiga olib qo'yamiz. Ildiz ostiga olamiz. Mana yig'indini SQRT deymizda ildiz ostiga olib qo'yamiz. Ildiz ostiga olib qo'yamiz, bo'ldi. Mana shu narsa yoki to'liqroq qilib yozadigan bo'lsangiz, bu yoqdan shuni olaylik. Formulani oxirigacha
salgina moslashtirib to'liq yozib qo'yaylik. Mana bu LA'miz o'zi mana bu yerda narsaga teng oxiridagi. Buni biz nima deymiz? Demak, bu narsa kerak emas. Latex deyiladi. Latexda hozir yozib ketyapman. Mana bu yerga shuni qo'yaman. Shunday ko'rinishda. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, buni biz ingliz tilida list squares deymiz. Ya'ni kichik kvadratlar deb o'zbek tiliga tarjima qilsangiz bo'ladi. Kichik kvadratlar usuli deyiladi. Sababi mana bu kvadratlarning eng kichigini olmoqchimiz. Ya'ni ikkovining farqini eng kichiklashtirmoqchimiz. Xo'p, buni mana shu jarayonni qilish uchun mana bu xatolik bo'lgandan keyin mana bu xatolik funksiyasi, mana shu xatolik funksiyasidan shunchaki hosil olsak va nolga tenglasak, biz mana bu bettalarni topishimiz mumkin. Endi qanday bo'ladi? Mana bu L funksiyadan aytamiz. L funksiyadan demak yozaylik. Partial deymiz. L dan olamiz. Demak L. O'sha partial tekshirib ko'rishimiz kerak. Demak ishlar ekan. Ba'zi payt latexda hamma nimasi ishlamaydi bu yerda. Shuning uchun demak tekshirib qo'ygan ma'qul. Demak bu yerda frac deymiz. Frac partial L. Pastga tushamiz. Partial beta deymiz buni. Beta bo'yicha hosil olamiz Ldan. Va o'sha narsani nolga tenglaymiz. Tenglar. Mana shu tenglamani ishlasak, mana bundan beta bo'yicha hosil olib, bu funksiyadan nolga tenglab ishlasak, mana betani topamiz. Eng yaxshi betani topamiz. Endi buni topishni bu yog'iga davom ettirmayman. Mana shu yerda to'xtataman. Bu demak closed formani yopiq formali yechim bor. Yopiq formali yechimda biz ko'rib chiqishimiz shart emas. Endi mana shu narsani jarayonni hosil qilib, mana bu betani, taxminiy betani topishimiz uchun bu yerda tayyor nima bor? Uni uchun yozishimiz uchun model deymiz. Model nuqta barobar sm nuqta OLC deymiz. Bu ordinary demak kichik list squares deyiladi. Demak oddiy kichik kvadratlar usuli deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Y bizda qiymat, haqiqiy qiymat, mana bu qiymat berilgan va o'sha y ni x ga qanday bog'langan? Mana shu topishimiz kerak. Mana modelimiz tayyor. Xo'p, modelni biz tayyor bo'lgandan keyin modelni mana shunga moslashtirishimiz uchun, fit qilishimiz uchun, ya'ni mana bu dataga nisbatan model moslashadi, tushunyapsizmi? Mana bu dataga. Agar mana bu data o'zgarsa, mana bu yerda bitta qiymatlar ham o'zgaradi. Shuning uchun buni ingliz tilida data fitting deyiladi. Ya'ni o'zbek tiliga berilganlarga moslashtirish deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Tushunarli? Masalan, bironta kishi keldi, qisqasi, tikuvchiga. Tikuvchi har doim nima qiladi? O'sha insonning bo'yiga mos kiyimni tikish uchun o'lchamini oladi. O'lchamini olgandan keyin o'sha narsani unga moslashtirib tikib beradi. Bo'ldi. Biz ham xuddi shunday qilyapmiz. Mana bu x kelyapti. Mana bularni o'shanga moslashtirib topib beryapmiz. Agar x o'zgarsa, bitta ham o'zgaradi. Bu yerda xuddi shu narsani qilyapmiz. Faqat bitta narsa bor. Mana bu x bilan bittaning o'rtasida korrelyatsiya bo'lishi kerak. Mana bu bilan buning o'rtasida. Masalan, tasavvur qiling, eng sodda holatda biz aytyapmiz, bo'yi, yoshi, yelkasining kengligi vaznni ifodalash mumkin. Qanchadir miqdorda. To'liq ifodalanmasligi mumkin, lekin qanchadir miqdorda ifodalash mumkin. Undan tashqari mana bu yerga yana qo'shishingiz mumkin. Erkakmi, ayolmi? To'g'rimi? Uni ham qo'shishingiz mumkin. Masalan, uylanganmi, uylanmaganmi yoki turmushga chiqqanmi, yo'qmi? Va hokazo. Shunga o'xshagan ko'p narsani qo'shishingiz mumkin. Masalan, ayollar bo'lsa homilador bormi, homilador emasmi? Juda ko'p narsani qo'shish mumkin-da. Endi bu narsa mana bu yerda qiymatlar y bilan bir-biriga bog'langan. O'shani correlation deymiz. Ya'ni ham bog'lanish deb tarjima qilsangiz bo'ladi o'zbek tiliga. Ham bog'lanish. Covariance ham farqlanish bo'ladi. Ikkovi bir-biriga bog'langan. Endi shunday bir holatni oling. Masalan, mana shu vaznni ifodalanmoqchimiz. Vaznni ifodalayotgan paytimizda odamning qon bosimi muhim o'ringa egami, yo'qmi? U saligan ancha uzoqdagi narsa. Undan tashqari o'sha odam talabami, talaba emasmi? Masalan, vaznni ifodalayotgan paytimiz. Bu narsa unchalik ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Yoki o'sha talaba hozir ko'chada yuribdimi yoki yo'qmi? Yoki o'sha odam ko'chada yuribdimi yoki mashinada yuradimi, boshqa narsada qiladimi? Yoki bironta rahbar lavozimida ishlaydimi yoki oddiymi? Bu narsalar juda uzoq farqlanadi. Shunda mana bu y bilan mana bu yerda qiymatlar o'rtasida bog'lanish bo'lmay qoladi. Agar bular boshqacha tanlasangiz. Hozir men tushuntirish uchun aynan mana shunday deb tasavvur qilyapmiz. Bular hammasi demak tasodifiy generatsiya qilingan. Shuning uchun bu narsaga e'tibor berishingiz shart emas. Asosiysi biz o'rganishimiz kerak. Xo'p, bizga mana bu nima qiladi? Bizga bitta model yaratib beradi. Endi modelni o'rgatishimiz uchun model nuqta fit deyishimiz kerak mana. Fit desak bo'ldi.
fit desak, mana bu x bilan y berganmiz, o'shanga moslash model demak o'rganadi. Ya'ni bittalar topib, biz u topilgan bittalar results degan demak bitta o'zgaruvchi yuklashimiz mumkin. Ixtiyoriy o'zgaruvchi bo'lishi mumkin bu yerda. Biz hozir bu yerda results deb aytyapmiz. Results deganini ifodalaymiz. Endi buni ishga tushirsak, o'rganib oladi, bo'ldi, ishlab bo'ldi, o'rganib bo'ldi. Unga ko'p vaqt ketmaydi. Parameters degan buning demak resultsning obyekti bor yoki attributi bor. O'shani chopsangiz mana chiqarib beradi buni. Bu bitta 1, bu bitta 2, bu bitta 3. Bizda haqiqiy bittalar necha edi? O'sha haqiqiy bittalarni bu yoqqa olib kelaylik. Haqiqiy bittalar necha edi? Haqiqiy bittalar mana bu edi. Haqiqiy bittalar 1 edi. E'tibor qilgansiz, mana 01 bu biz taxminiy topayotgan bitta. Mana bu 03 biz bu taxminiy topayotgan bittamiz. Bu 05 bu taxminiy topayotgan bittamiz. Tushunasiz, bu haqiqiy bittalar edi. Biz o'sha y generatsiya qilayotgan paytda ishlatdik. Bu narsa bizga ma'lum emasdi, lekin biz taxminan topdik mana shu bittalarni. Mana shunday jarayon, demak mana shu jarayonda biz nima deymiz? Kichik kvadratlar usuli deymiz. Yoki chiziqli model deymiz. Chiziqli modelni biz kichik kvadratlar usuli bilan berilganlarga moslashtirdik deymiz. Xo'p, endi bu yerda results deganda yana bitta resultsda nima bor ekan? Resultsda summary degan funksiya bor ekan yoki metod desangiz ham bo'ladi. O'sha metodni chiqarsangiz mana bu yerda bir nechta narsani ko'rishingiz mumkin. Endi summary degan metodimiz bu nima metod? Pandasga o'xshagan narsa qaytaradi. E'tibor qiling, mana OLS regression results, regressiya. E'tibor qiling, juda ko'p narsani qaytaradi. Deep variable y, model OLS, demak metod least squares, demak qachon ishlab qildik, masalan bugungi sanani ko'rsatyapti, vaqtini aytyapti. Observations, demak observation 100 ta. Observation degan nechta qiymatlaringiz bor. Ya'ni nechta odamni kuzatdingiz mana shu narsani hisoblashimiz uchun. Ya'ni yana boshqacharoq aytadigan bo'lsangiz, mana bu yerda nechta odam bor? Nechta odamdan foydalanib baholayapmiz. O'shani observation, kuzatishlar deyiladi. Residuals, demak residuallar soni nechta? df residualni o'qish kerak. Df residual nimaligini bilmadim. 97, keyin 3 ta model. Mana shunday ko'rinishda. Endi r squared uncentered, mana bu r squared uncentered, bu f statistics bor, prob statistics bor, log likelihood bor va hokazo. Endi bu narsalar nima desa, bu narsalarda siz nimadan qarab ko'rishingiz mumkin? Statistika kurslaridan qarab ko'rishingiz mumkin. Biz ham mana shu narsalarni yozib tushuntirishga harakat qilyapmiz. Hozircha bu narsalarni o'tmaganimiz ma'qul. Sababi ancha qiyinroq narsalar bo'lar. Endi covariance tape degan narsa bor ekan, non-robust debdi. Ya'ni robust emas. Ya'ni robust degan nima degani? Robust degan nima degani? Bu kuchli degani. Mana shu narsa bor. Bu kuchli emas ekan, oddiyroq model ekan. Endi bizda x1, x2, x3 lar qiymatini taxminan bitta ikkitasini ko'rsatyapti va ularning koeffitsiyentlarini ko'rsatyapti. Koeffitsiyent mana bular. Demak, mana bu birinchi x1 ning koeffitsiyenti. Bu x1 qanchalik darajada mana shu nimaga yoshni aniqlashga ta'sir qilyapti. Mana shuni qiymati. x2 qanchalik darajada, demak x2 miz nima deb tasavvur qiling, bu yoshning demak bir x1 bo'yida, keyingisi yosh, keyin yelkan kengligi. Demak mana bu x1imiz insonning bo'yining uzunligi qanchalik o'sha og'irlikka ta'sir qilyapti. Mana shuni deb tushunsangiz bo'ladi mana bu qiymatni. x2 ning qiymatini siz tushunsangiz bo'ladi. Insonning demak yoshi qanchalik nimaga ta'sir qilyapti, demak vazniga ta'sir qilyapti. Va oxirgisi yelkasining kengligi qanchalik vazniga ta'sir qilyapti. Mana shuni tushunsangiz bo'ladi. Endi standart errorimiz mana bunday ko'rinishda. Bunda standart error, bunda standart error. Burada t qiymatlar bor. T qiymatlar haqida aytish shart emas. Mana p ning qiymati va hokazo. T ning moduldan kattami, kichkina va hokazo. Mana shunday ko'rinishda qiymatlar. Endi bu yerdagi hammasi demak ko'rishingiz mumkin. Ma'lum bir yana boshqa qiymatlar hammasi statistikaga oid, lekin bizda to'liq demak ma'lumot beryapti. Bu mana shu bilan demak statistika sohasida ishlaydiganlarga demak kerak narsalarni bu yerda ko'rsatib beryapmiz. Ya'ni ularni hamma narsani noldan qilishni o'rniga shu yerda tayyor funksiyalar bilan ko'p narsani amalga oshirib ketishimiz mumkin ekanligini ko'rsatdik. Xo'p, endi davom etamiz. Bu yerda biz oldingi darsimizda patsi degan narsani o'tdik. Patsini biz hozir ishlatishimiz mumkin. Qanday qilib ishlatamiz? Mana bu yerda tasavvur qiling, data deymiz, data frame x ni olyapmiz. Yuqoridagi x oldin bizda NumPy edi, endi o'shani Pandasga o'tkazib, demak
kol 1, kol 2, kol 3 deb ajratyapmiz. Endi biz bu yerga qo'yishimiz mumkin insonning bo'yi, yoshi, yelkasining kengligi deb. Endi data deb y deb to'g'riroq y deb barobar y qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana bu vazni. Xo'p. Endi biz datadan to'g'ridan-to'g'ri qiymatlar olishimiz mumkin. Masalan, boshidagi 5 ta qiymatni olsak, mana bu qiymatga ega bo'lamiz buni. X demak bo'yi, yoshi, demak yoshi, yelkasining kengligi mana bu yosh. Mana bu yoshini biz qolgan 3 bilan ifodalashlashimiz kerak. Xo'p, endi patsidan foydalanamiz. Oldingi darsimizda o'sha patsidan qanday qilib foydalanishni ko'rgandik. Mana results deb nima qilsak bo'ladi? To'g'ridan-to'g'ri alias degan kichkina funksiyasi bor. O'sha yerda yozamiz y. Mana bunga bog'liq x kolnom 1 ga, kol 0 ga, kol 1 ga, kol 2 ga bog'liq. Va datamiz dataga to'g'ri keladi. Mana shuni fit qil. Fit qilamiz. Buni to'g'ridan-to'g'ri yana results deb yozsangiz, results summary deb yozsangiz, summary. Mana narsani olamiz. Oldingi narsa bilan bir xil narsa olamiz. O'sha oldingi narsalar shunday ko'rinishda olishimiz mumkin bo'ladi. Endi faqat mana bu yerda kol 0, kol 1, kol 2 ko'rinishda yoziladi. Oldin x1, x2, x3 edi. Endi shular o'zgarib chiqdi. Endi agar biz datani predict qilmoqchi bo'lsak, tasavvur qiling. Natijalarimiz bor. U yerda predict degan funksiya bor. Endi tasavvur qiling, yangi obyekt keldi. Ya'ni yana boshqa odam keldi, uning yuqorida aytganimizdek bo'yining uzunligi, yelkasining kengligi, yoshi berildi. Endi o'sha odamda demak vazni qancha o'shani ifodalamoqchimiz. Mana bu yerda 5 ta oldingi mana shu dataning ichida 5 ta odamni olib, o'shalarni ifodalab ko'rsatmoqchimiz. Mana 5 ta. 5 ta qiymati mana bunday qiymatda. Endi bu vazn manfiy emas, aslida biz lekin vazndan foydalanmayotganimiz uchun shunchaki sizga misol sifatida aytyapmiz. Mana shunday ko'rinishda. Bu haqiqiy qiymat, mana bu taxminiy bizning model topayotgan qiymat. Mana bu haqiqiy qiymat ikkinchi obyektiv uchun, mana bu bizning modelimiz topayotgan taxminiy qiymat ikkinchi obyektivimiz uchun, birinchi obyektiv uchun. Mana bu xuddi shunday uchinchi obyektiv uchun. Mana shunday ko'rinishda mana. To'g'ri qiling. Mana bu yerda xatolik katta ko'ryapsizmi? Mana 4-da xatolik juda katta. Mana shunday ko'rinishda ishlaydi. Hattoki mana bu yerda bu musbat, mana bu manfiy. Mana shunday ko'rinishda demak topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi xuddi shunday narsani demak chiziqli modellar uchun ham ko'rishimiz mumkin. Uzr, vaqtli qatorlar uchun ham ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerlarni ko'rib chiqdik. Time serieslar bilan ishlash. Xo'p, time serieslarda bitta asosiy narsa bor. Bu auto regressive process degan tushuncha bor. Auto regressive process nima? Biz shu yerga keldikmi? Oldingi mana shu yergacha bo'lgan qiymatlarga qarab, hozirgi bo'lishi mumkin bo'lgan yoki kelajakda kelishi mumkin bo'lgan qiymat topishimiz kerak. Bu narsani auto regressive process yoki jarayon deymiz, yoki jarayonlar deymiz. Bu yerda Kalmanning demak filtri bor. Ya'ni Kalman degan odam o'sha filtr ishlab chiqqan, o'sha filtrni qanday ishlatamiz? Va o'sha filtrlar boshqa demak state space model, ya'ni holat demak holat fazosi modellari bilan va boshqa demak ko'p o'zgaruvchili auto regressiv modellar bilan ishlashni demak hozir salgina bir qarab chiqamiz. Xo'p, keling xinit deb mana bu xinitga 4 deymiz. Buni shunday nusxa olib, o'sha bilan demak davom ettirib ketamiz kodimizni. Xo'p, auto regressiv modelni bu yerdan import qilamiz. Demak stat modelis TCA, demak TCA degani time series auto regressive, auto regressive model demak auto regressive degan demak sinfga bu yerda import qilamiz. Mana shunday import qilishni emas. Bu yerda endi biz shunchaki nima qilib ko'rsatyapmiz. Endi undan keyingisi bu yerda max lags degan tushuncha bor. Max lags. Bu nima deydi? Qanchalik joyini olishimiz kerak. Mana shu narsani bizga ko'rsatib beradi. Hop, mana bu yerda qiymatlarni generatsiya qilyapmiz. Shunchaki mana 4, mana bu qiymatlarni siz bilan ko'rib qo'yaylik, nima narsa. Values degan qiymatimizni ko'raylik mana. Valuesimiz bu. Valuelar ko'ryapsiz, shunchaki qiymatlar. Bu yerda demak 1000 ga yaqin qiymat bor. 1000 ta qiymat bor mana. Shunchaki 1000 bitta qiymatdan oshiq demak ko'raylik, hozir nechta qiymat bor? 1000 ta 1002 ta qiymat bor ekan.
1 ikkita qiymat shunchaki qiymat sifatida chiqarilgan xolos. Buni generatsiya qilganmiz. Bu narsaga e'tibor berishingiz shart emas, qanday generatsiya qilinganiga. Asosiy mana bu generatsiya qilindi. Mana shunday generatsiya qilindi. Endi biz mana valyular topishimiz kerak. Max lagis degan o'sha o'zidan oldingi qanchasiga qarash kerak? 4tasiga qarash kerakmi, 5tasiga qarash kerakmi, 10tasiga qarash kerakmi, 100tasiga qarash kerakmi? O'shanga qarab, demak, undan keyingi qiymatni generatsiya qilish kerak. Buni demak, undan keyin biz max lagisni olgandan keyin model deymiz. Model barobar auto degi deymiz. Mana bu qiymatlarga olasan va max lag mana shu qiymatlarning oxirgi 5tasiga qarab 6-chisining qiymati necha bo'lishi kerak, o'sha narsani topishsan. Results deymiz, barobar deymiz. Model nuqta deymiz, fit deymiz. Demak, o'sha demak dataga model o'rganadi. Mana shuni o'rgandi. Endi o'rganganidan keyin biz aytamiz, mana results params desangiz, parametrlar chiqarib beradi. Bu yerda parametrlar mana bu beta 1, beta 2lar, demak 5 ta qarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'ladi. Sababi 6 ta qiymat bilan tashkil topadi. Mana bu yerda biz 5 tasiga qaraymiz. Bitta qo'shimcha bor edi. Oldingi darsimizda ham o'sha narsaning qiymatlari hisoblanadi mana shunday ko'rinishda. Xo'p. Endi mana shu jarayonni biz hosil qilishimiz kerak. Mana bu yerga bitta narsa e'tibor qilsangiz bo'ladi. Mana bu generatsiya qilish jarayoni qanday bo'ldi? Boshida mana x 2x qiymatni oldik. 2 ham 4 dan 4 bilan 4 ga 2 ham 4 ga teng. Qolganlarini generatsiya qilayotgan paytimizda bitta shovqin olamiz. O'sha shovqinni olganimizdan keyin oldingi ikkita qiymatga B1 bilan mana bu 0.8 ni B0 0.8 ni B1 ni demak -0.4 ko'paytiramizda yangi qiymatni hosil qilamiz. O'shanday qilib qiymatlar hosil qilyapmiz. Demak, oxirida ikkitasiga qarab, oxirida ikkitasiga bu sonni ketma-ket ko'paytirib va bitta shovqin, ozroq shovqin qo'shib buni hosil qilyapmiz. Mana shunday ko'rinishda. Endi mana shu orqali biz demak modelni parametrlarini topyapmiz mana 5 ta model. Endi siz agar predict qilaman desangiz, bemalol shu yerda predict qilishingiz mumkin bo'ladi, muammos. Mana shu demak auto regressiv modellar bo'ladi. Buni demak biz time serieslar bilan ishlashni mana shunday ko'rinishda hosil qilishimiz mumkin. Keyingi darsda demak biz demak skit-learn haqida ozroq o'rganamiz. Bu ham demak qisqacha dars bo'ladi. Demak, rahmat, salomat bo'lasizlar.